Ushbu yil tugashiga atigi bir kun qoldi. Biz esa bu kunlarni biroz shoshilish bilan o'tkazyapmiz. Bugun ertalabda pediatrga bordik. Kichkintoyimda yana toshma chiqdi. Ovozi ham biroz xirillab qoldi. Pediatr aytishicha, allergichniy bolalarda bunaqa holatlar ko'p bo'lib turar ekan. Parhezni qat'iy ushlashni tavsiya berishdi. Va ancha tinchlanib uyga keldik. Kelib tezda yotoqxonani tartibga keltirishni boshladim. Aytsam, menda hozircha bayramona kayfiyat yo'q. Lekin asta-sekin o'zimni ham kayfiyatimni ham ko'tarishga harakat qilyapman. Chunki bu oy ichida juda ko'p kutilmagan holatlar bo'ldi. Kasalxonalar, ikkita bolamni betobligi. Xudoga shukr, hozir hammasi ancha yaxshi tomonga ketyapti. Shu jarayonda meni juda xursand qilgan yoqimli posilka ham keldi. Moda Collection'dan juda chiroyli organayzerlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu aynan menga kerakli narsa edi. Tagliklar qo'yadigan joyim qizimning qo'li yetadigan joyda edi. Va u doim hammasini yoyib tashirdi. Endi esa qo'li yetmaydigan joyda tartibli, chiroyli va qulay bo'lib turibdi. 100% qo'l mehnati akkuratni va sifatli bajarilgan ekan. Ishonchli qo'lda to'qilgan mahsulotlar kimga kerak bo'lsa, ushbu video tagida profilni belgilab qo'yaman. Aslida biz yangi yilni kutmaymiz. Odatda butun oila bo'lib yig'ilib, xotirjam dam olamiz va yil yakunini qilamiz. Hamma uyda bo'lgani sababli bir oilaviy an'anamiz bor. Har yili birgalikda norin qilamiz. Ushbu xonadagi kelin bo'lib tushganimga yaqinda 3 yil bo'ladi va 3 yildan beri shu an'anamiz davom etyapti. Xullas, qizlar xonani tartibga keltirdim. Endi esa norin qilishga o'tamiz.